Assalomu alaykum. Okalar. Bismillah. Chap qo'lni chuvadim, Alloh kechirsin. Inson bir kasb tanlagandan keyin u kasbni qilayotganiga, u kasbdagi shart-sharoitlardan uyalish kerak emas. Agar uyaldimi, u kasbni yig'ishtirib qo'yish kerak-da inson. Men shu sohani 20 yildan beri mana bu yil bo'ladi. Aslida 2003-yil ustachilik sohasiga kirib kelgan bo'lsam, 2006dan beri bu yog'iga Xudoga shukr to'xtaganimiz yo'q. Ustani oddiy kuni shu bir kosa ovqat, qattiq, non, choy bo'ldi. Men bu sohani tanlaganimdan uyalmayman, alhamdulillah. Xijolat ham bo'lmayman. Xudoga shukr, non choyim bor, ovqatim bor. Eng muhimi, meni hurmat qilib uyiga chaqiradigan, ishimni qilib ber degan insonlar bor. Sizlarning borligiga shukr, alhamdulillah. Ishlarimizni Alloh rivojini bersin. Mehnatingizdan uyalmang. Kimsiz? Farqi yo'q. Nima sohada ishlaysiz, farqi yo'q. Faqat shu sohani chin dildan qiling, qalbdan qiling. U soha ham bir kun sizga o'z mehrini ko'rsatadi. Sog' bo'linglar.